Barcha salom, sizlar bilan yana Star Elite. Bugun mashina bozorga olib, mashina sotib olamiz. Qani bo'lmasam, let's go. Olmoslarimni hammasini olaman. Qani ketdi qo'rqchi. Bu men qo'rqchim bo'ladi. Endi ko'rayotganinglardek mana biz ham mashinamiz bor ketdi. Yaxshiroq mashina olganimiz. Ana keldi. Bo'ldi, shunday to'xtatdi. Ana, hop. Xo'sh, ichkariga kiraylik, kim bor ekan? Mana sotuvchi bor ekan. Salom, nima xizmat kerak? Menga mashina kerak. Qanday mashinalar kerak? Men bilmadim, o'ylab ko'rmadim. Hozir qarab keling, ko'chaga chiqib. Bo'pti, zo'r mashinalar bor ekan. Menga ham bu yoqqa o'tdi. Mazda 300 tak. Buni Supra bilan buni olsam pulim yetsa kerak. Supra 300 tak. Zumrad bilan olmos narxi bir xil ekan. Qarasam, endi men Supra bilan Mazdani olib ketaman. Qani egasiga boraychi. Xo'sh, qaysi mashina tanlamoqchisan? Menga Mazda bilan Supra kerak. Bo'ldi, olaver, kaltiraga pullarni ber. Xo'p. Sandig'ingga solib qo'yaman. Voy. Qo'ygan mana yashigingizga solib qo'ydim. Bo'ldi, bor kaltni olib ketaver. Supra'niki bilan Mazda'nikini ol faqat. Xo'p, olaman. Men endi bo'ldi, ketdim, ikkita kalt oldim. Bo'ldi, boraver, ketaver. Xo'p. Qarashoq, qo'rqchi. Men Supra'ni haydayman, men sen haydaysan, olaverang mana. Mazda, mana. Men yomg'ir yog'yapti. Chiqib ketish kerak parkovkadan. Qani. Parkovkaga mashina bo'ldimi? Men qilishim kerak. Mashinalar tiqilib qoldi. Ularni olib tashlash kerak. Qochib tur, menga ber rolni. Qirg'oqqa yurish kerak. Garaj kichkina qo'y. Xullas, men qo'riqchim bilan bugun poyga o'ynaymiz. Mana qaysi mashinani olasan? Yoqqanini ol, xohla, ya'ni birinchi o'tirganingni olasan. Mayli, olsang ol, men bunda o'ynayman. Ketdi. Bo'ldi, bo'ldi. Xullas, mana anu kar degan joygacha boramiz. Qo'riqchi tekis turib olaylik. Tekis turdi, menimcha 1 2 3 ketdi. Voy, men birinchi borishim kerak. Men birinchi. Davay. Yes, men yutdim shekilli. Qani. Qolib ketdi. Men yutdim. Yashasın. Endi aytganga yarasha bitta endi mashinalarni ham obzorini qilish kerak. Tushib tur, qo'riqchi. Qani, mana bu Mazda RX-7. Qani, voy, bu yoqqa boraylik. Toyota Supreme Motor. Bunda V12 motor. Yomg'ir yog'ganda oyna tozalagich. Juda ham zo'r mashina. Mazda RX-7. Ajoyib ham diskalari
oddiy anaqa nima desa bo'ladi. Xullas ajoyib, diskalari ham teglari yonadi. Juda ham zo'r. Endi 3 stak pulga arsa kerak. Zo'r mashina lekin. Men bitta nos degan anaqalari bor. Nima desa bo'ladi, nitroslari. Mana xullas bolalar. Xullas zo'r mashinchalar bor. Endi buni garajga borib qo'yish kerak. Qo'rqchi yuring. Qo'riqchida endi oyligini ham berish kerak bo'lsin. O'lsin ham ketib qoldim. Qo'y yaramas. Mashina pachoq bo'ldi. Qo'y parkovkaga olib kirib olay. Sekin yurish kerak. Orqaga bo'lish shekilli. Umid qilamanki, yo'q, kirib ketibdi, orqasi pachoq bo'lib. Sal oldinga yurishimiz kerak. Endi yaxshi. Xullas, meni ham o'zim parkovka qilar ekanman. Sekin olib qo'ymasam yo'q. Bo'lish shekilli. Faqat sal urib qo'yma. Kichkinalik qilyapti garaj. Sal oldinroq chiqarib oldim. Bitta Supra bayram kiyimga oldi. Shunaqa bolalar. Mana Supra kecha bo'lib qoldi. Cho'ta sizlar bilan endi xayrlashish kerak. Menga bu Supra yoqdi. Juda ham ajoyib. Keyingi videolarni kutib qolinglar. Bir 10 ta like yig'sa, shu video men quruvchilar jangi olaman. Bo'pti, hammalarga xayr.